Isitma, burun bitishi, yo'tal yoki oshqozon buzilishi har birimiz hayotda bir marta bo'lsa ham qandaydir kasallik bilan og'riganmiz. Afsuski bunday paytda ayrim insonlar o'z-o'ziga dori tayinlash va mustaqil davolanishni ma'qul ko'radi. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kasallikning xususiyatlari, uning sabablari va qarshi kurashish usullari haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmay turib, o'z-o'zini davolashga harakat qilish organizmda jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan ushbu holatda xastalik muolajasining kechikishi, allergik reaksiyalar, oshqozon ichak tizimi yallig'lanishlari, gormonal buzilishlar va psixologik oqibatlar yuzaga kelish xavfi yuqori. Shuningdek, o'zini o'zi davolash haqiqiy muammolarni yashirib, shifokorga murojaat qilishni ortga suradi. Oqibatda aniq tashxis va to'g'ri davolanish kechikib, ushbu holat kasallikning yanada og'ir bosqichlariga o'tib ketishiga olib keladi. Bu ayniqsa saraton, yurak qon tomir, qandli diabet kabi jiddiy xastaliklarda muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, dori vositasi o'zi nima? Ushbu mahsulotni qachon va qay holatda qabul qilish maqsadga muvofiq? Kundalik tanovul qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari organizm uchun shifo bo'lganidek, dori vositalari ham ma'lum bir kasallikni davolash, tanani tiklash yoki uning qo'llab-quvvatlash maqsadida ishlab chiqariladi. Agar xastalik kuchli bosqichda va organizmda infeksion omillar tez kechayotgan bo'lsa, ularga qarshi samarali kurashish uchun dori preparatlariga turli kimyoviy unsurlar qo'shiladi. Bu moddaning tanaga ta'siri, uning davomiyligi, dori vositasini organizm qancha muddatda ko'ra olishi, qaysi dozada qabul qilinishi kerakligi hamda qachon samara berishini mumkinligini faqat shifokorgina biladi. Shu bois dori vositalaridan o'z boshimchalik bilan foydalanish aslo mumkin emas. Aks holda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, har bir preparatni faqat mutaxassis tavsiyasi bilangina qabul qilish zarur. Ma'lumki, har bir dori vositasi qutisida uni tibbiyotda qo'llanishiga doir maxsus yo'riqnomasi bo'lib, undan mazkur preparatni qachon, qay holatda va qancha miqdorda qabul qilish kerakligi bo'yicha aniq ma'lumotlar o'rin olgan. Afsuski, bugun ko'pchilik bemorlar ushbu yo'riqnoma bilan tanishish tugul, uni hatto ochib ham ko'rmaydi. Oqibatda esa organizmda turli nojo'ya ta'sirlar kelib chiqishi va xavfli asoratlar yuzaga kelishi turgan gap. Har bir dori vositasini o'ramida uni tibbiyotda qo'llanishga doir yo'riqnomasi bo'ladi. Ana o'sha tibbiyotda qo'llanishga doir yo'riqnomasida dorini qaysi holatda, qanaqa miqdorlarda, ovqatdan oldinmi, keyinmi qo'llash haqida aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Ana shu tibbiyotda qo'llanishga doir yo'riqnomaga amal qilgan holda, qat'iy amal qilgan holatda har bir dori vositasini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ochig'ini tan olish kerak, bugungi kunda ayrim insonlar o'ziga o'zi dori tayinlash yoxud do'sti birodarlari va yaqin qarindoshlari tavsiyasi bilan davolanishni afzal biladi. Ba'zilar o'zida ijobiy samara bergan preparatlarni boshqa bir yaqiniga tavsiya qilishni odatga aylantirgan. Hozirgi kunda dori vositalarining turi nihoyatda ko'p. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining statistik ma'lumotlariga ko'ra, 25% o'lim holatlari asosan dorilarni noto'g'ri qo'llash natijasida oqibatida yuzaga keladi. Har bir qabul qilingan dori vositasi organizmga tushgandan so'ng avvalo oshqozon ichak tizimida so'rilib parchalanadi. Agar shifokor tavsiyasiz qabul qilingan preparat bemorga to'g'ri kelmaydigan yoki qarshi ko'rsatmalar bo'lsa yoki unda qandaydir yondosh kasalliklar bo'lsa, xususan ichaklar, oshqozon va jigarda muammo bo'lsa, birinchi bo'lib ushbu a'zolarda yallig'lanishlar yuzaga keladi. Eng achinarlisi, ayrim dori vositalarini qabul qilgandan so'ng ba'zida shunaqa og'ir allergik holatlar kuzatiladiki, bunday paytda hatto tibbiyot xodimlari ham yetib kelib, bemorga birinchi yordam ko'rsata olmasligi mumkin. Shu bois dori vositalarini o'z boshimchalik bilan qabul qilmaslik, ulardan foydalanishda shifokor ko'rsatmalariga qat'iy amal qilish shart va tavsiya etiladi. Xulosa o'rinda shuni aytish kerakki, har qanday kasallik va uning belgilari paydo bo'lganda mustaqil davolanishga urinish jiddiy xato. Aksincha, bunday paytda shifokorga murojaat qilish va uning tavsiyalari bilangina dori vositalarini qabul qilish maqsadga muvofiq. Shuni doimo yodda tuting. O'zini o'zi davolash organizmda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.